o'chirdim. Bo'ldi. Hamma narsa o'chishni boshladi. O'chdi. Bu aqlli освещение. Посадки. Azizlar, bu katta shitimizni ko'rishga tayyormisizlar? Ketdik. Вот mana qachondan beri yig'ib turgan kattagina xonadon uchun mo'ljallangan shitimiz. Ko'rib turganingizdek, 1.80 bo'yiga 1.20 enida. Bu yerdagi shit bittagina xonadon uchun mo'ljallangan shit hisoblanadi. Hamma chiroqlar, rozetkalar, pensionerlar barchasi mana shu yerga. Uy qurish istagida bo'lsangiz, bu bitta variant siz uchun. Bitta joyda bo'lsin. Servisga ham bitta joydan kiriladi, tuzatib yana chiqib ketaveradi. Katsenli xona. Shuni eshikdan kirganda bu parada mana shitimiz. Xo'p, shit bo'yicha endi qisqacha ma'lumot beraman. Bu shitimizda ikkita magnitli puskatel, bu master включатор uchun asosan bu yerda 3 ta liniya mavjud. U yonidagi mana kichkinagina bu puskatelimiz ham 3-liniya hisoblanadi. Shuning uchun har bittasiga katta puskatel qo'yib chiqqanmiz va oz miqdorda bu yerda yangiliklar yaratganmiz. Освещениямizga to'liq masofadan boshqaruv va raqamli tizim bo'lgan ko'rib turganingizdek. Va albatta mana bu yerda zina kontrollari ham mavjud do'stlar. Shitimiz yoniga слаботочный щит, videonavigatsiya, Wi-Fi, domofon barchasi mana shu yerga to'plangan.